Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 20-aprel haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana Boboshbek bozorida manaqa idish-tovoq, xullas tefal, termos, choynak, shunaqa narsalar ham sotuvga chiqqan. Kelaverasizlar. Mana bu yerda kosa, mana shunaqa narsalar ham bor, idish-tovoqlar ham. Aka, mana kosalaringiz nech pul paxta gulli? 3800 so'm. 3800 so'm. Donaga nech pul? Donaga 4000. Donaga 4000 so'm ekan. Mana bu stakaningiz Donaga 10000. Donaga 10000. 50000. 6 ta bo'ladi. Pachkaga 50000 bo'lar ekan, pachkasi 6 ta bo'lar ekan pachkaga. Endi bu yerda qoshiqlar ham bor ekan, detskiy qoshiqcha mana. Ichida nechta buni? 6 ta. 6 ta. Nech pul shu turishi? 10000. 10000 so'm bersa olib ketaveradi. Yaxshi. Akamni mahsulotlari xullas shunaqa chini, mana shunaqa tovoq, shunaqa narsalar. Telefon nomerlarini aytib qo'yamiz. Necha nomeringiz? 94lik 048 1333 ha? Shu nomerga telefon qilsalaring o'zi bilan kelishaverasizlar. Mana bu tovoqlarning eng kattasi nech pul? Eng kattasi 28 ming. Mana busa eng kattasi 28 ming so'm, qora. Eng arzoni 8 ming. Eng arzoni 8 ming so'm ekan. Mana kasami do'ppiga o'xshatib qo'yibdi-ku buni katta qilib. Nech pul bu? Bu 9 ming. 10 donaga qanchadan? Donaga 10 ming. Donaga 10 ming, pachka narxi 9 ming so'm. Rasa to'ldirib ayron ichadigan ekan. Bitta mana shu kosadan olib ayron ichsalaring maza qilib borasizlar. Xullas kelaverasizlar, shunaqa narsalar. Gazini bosaveramiz.